Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, ukalar, obunachilar. Biza keldik, kechqurun kelganmiz sohilga, dengizga, Qora dengiz. Istanbuldan 500 km uzoqlikda Çanakkale degan joyga bir ikkita kommentariyalarda o'qib keldik. Minus taraflari ham bor, plus taraflari ham bor. Plus tarafi nima? Plus tarafi juda ham arzon joy ekan. Mana shu bog'ning ichida palatka beradi. Kerak bo'lsa tok beradi, lekin o'zingiz bilan o'sha nima olib kelib pishirib yesangiz bo'ladi. $50 bir kunga, necha kishi bo'lishidan qat'iy nazar. Mana bunaqa sohilga qo'yib qo'ygan bunaqa lejachiy anaqalari, yotadiganlari ular tekin. Xo'sh, minus tarafi, katta minusi qirg'oq toshli ekan. Buni ham kommentariyada qumli deyishdi, lekin toshli, hozir ko'ryapsizlar. Cho'miladigan joyi qirg'oqqa yaqin bo'lgan joyi to'lqinning hisobiga, shamolning hisobiga sal kirlangan. To'lqinning hisobiga mana bu yerdagi qumlarni suvning ustiga sizib chiqqan. Lekin orqalari kum-ku, toza suv. Mazza qilib bolalar ham cho'milishdi, men ham cho'mildim. Endi hozir miyaga, kallaga plan kelib qoldi, bu yerdan chiqib obedlarda. Bu yerdan İzmir yaqin ekan, Antalya yaqin ekan, Bodrum yaqin ekan. Yaqin deganda 500 km